Assalomu alaykum. Mana xudo xolasa 1000 kvadratli dumaloq kat yo'llarimizda Sirdaryoga jo'natyapmiz. Ikkita tayyorladik. U maktabga qo'yilar ekan xudo xolasa. Bu kat yo'limiz aqlli emas, bunga oddiy angren ko'mir yoqib foydalanish uchun mo'ljallangan. O'zimizning mahallada O'zbekistonda angren ko'miri. Eshigi bor, mana eshikni ochib ko'mirni tashab yoqishaveradi. Bunga vozduk через ventilyator orqali kiradi havo. O'zini gradusniki bor, bu yerda mana gradusniklar qo'yilgan, termoreli ham qo'yilgan, ventilyator uchun shu havoni o'chirib yoqish uchun qo'yilgan. Yana nima desak bo'ladi bu kat yo'limiz haqida? Endi bu kat yo'limiz dumaloq variantda tayyorlangan. Ustilari mana ashifkasi bo'lgan, izolyatsionni. Chiqish, qaytish qo'yilgan hammasi. Bular antiqaroq, dumaloq variantda tayyorlangan. Bularda obyomi kitoblik kat yo'llariga nisbatan ancha kuchliroq prinsipi, issiqligi, hajm jihatidan bular energiyani yaxshi bergani uchun mana shunaqa dumaloq holatda chiqarilgan. Maktab, katta zdaniyalar uchun, teplitsalar uchun ham mana shu variantlar juda hozirgi kunda ommalashib, qulay bo'lyapti. Shuning uchun mana shu variantda tayyorlatishyapti. Kimga mana shunaqangi katta yo'llar, misol uchun maktab yoki qandaydir bir teplitsa shunga o'xshash joylarda o'zimizda arzon mahalliy ko'mirlarni yoqish uchun mana shu kat yo'llar juda qulay. Bu kat yo'llarimizda ichi kitobli kat yo'llarga o'xshab tozalanmaydi. Bunaqa ichida qurum yig'maydi. Shu tomonlari juda qulay. Faqat ko'mir yoqiladi, tamom. Ko'mirmi, balomi, liboy narsani yoqishaveradi. O'tinmi, xohlagan narsani yoqib turib foydalansa bo'ladi. Bular ichi qurum bo'lib to'lib, bunaqa issiqlikni o'tkazmay qolish nimalari yo'q. Kitobli kat yo'llarda shunaqa variantlar ko'p bo'lgani uchun ko'pchilik shuni tanlayapti. Chunki kitobli kat yo'llarda kitob ustiga ko'pchilik bo'ladi, kul, ugar, shu ko'mirni nimalari yig'ilib to'xtab qoladi. Shuning uchun bularda shunaqa narsa yo'q. Shunaqa holatlar bo'lmaydi. Shuning uchun mana shu kat yo'llar endi ommalashib ketadi xudo xolasa. Biz xuddi mana shu kat yo'lni ham aqlli tayyorlaganmiz, ko'mir yoqadigan qilib, o'zi ko'mirini mayda ko'mir yoqadigan qilib. Bunga ko'mirning farqi yo'q. Katta ko'mirlarni ham yoqaveradi. Xullas, mana shunaqa kat yo'llar kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha tayyorlab yetkazib beramiz. Hammani ishlariga rivoj, ko'rganda ko'rishguncha.